Uzun tumandagi Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligi bilan bog'liq milliardlagan aniqlangan kamomatlar hozirgi kunga qadar demak ochiq holatda turganligi 2025-yil bizga xo'jalikka rahbar bo'lib Qurbon Choriyev degan yigit keldi. Hozirgi vaqtda ham bu kishi ishlab turibdi. Mana shu to'mpalar qoqilgan joylarga 140 ajratilgan joylarga bu bo'lim boshliqlari, direktorlar tomonidan chorvamonlar bilan o'zlari kelishilgan holda qo'yib yuborgan. Hofaza hududga olingan Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligidagi hududlarga qo'ylar, mollar boqtirilyapti demoqchi. Hujjatsiz, ular o'zi olib ruxsatnomasiz. Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligidagi umumiy zarar 9 milliardmi yoki faqat kavrak yo'nalishi bo'yicha aytilayotgan summa zarar miqdori shunchami? Kavrak yo'nalishi bo'yicha bo'lyapti. Bitta kavrak yo'nalishi bo'yicha. Kavrak yo'nalishi bo'yicha. Reja, parrandachilik, chorvachilik hammasi reja bo'yicha bironta bajarilgan rejaning o'zi yo'q. Mana audit tekshiruv xulosasi bor bu yerda 2 milliardga yaqin kamomat aniqlab ketdi. Audit tekshiruv vaqtida. Lekin bugungi kunga kelgan bu hech qanday tekshirilmasdan, harakat kelmasdan 11 tonna pista kirgizgandi. 11 tonna pistani bular Qurbon Choriyev kelishi bilan buni o'zi bozorda 1 kilogram pistamiz hozirgi vaqtda 120 so'm. Xom pista. Lekin bular 11 tonna pistani 50 mingdan qilib hujjatlashtirib, qolganini nima qilsa qilib buni yo'qib ketdi. Ushbu 42 bosh qo'yda majburiy ijro byurosi tomonidan olib ketganlarning aytilayotgan qo'ylar necha bahoda xatlangani to'g'risida hujjatlar mavjud emas. Buni masalan qo'yning necha pulligi biron joyda hujjatlashtirilmagan. Bosh hisobga va boshqa mas'ullar xabardor ham emas. Nahotki bu 42 bosh qo'y olib chiqib ketiladi? Olib ketilgani, lekin buxgalteriya bundan bexabar. Nechta so'mni olib ketdi, nechta qo'y ketdini ham bilmaydi. Lekin bu tekshiruv natijasida bu aniqlanyapti. Audit tekshiruv natijasida bu aniqlanyapti. Men yuqori huquqni muhofaza qilish organlaridan shuni so'raymanki, shuni to'liq tekshirib, aniqlik kirgizib, kimlar tomonidan bu sodir etilgan bo'lsa, shunga nisbatan huquqiy chora ko'rishni so'rayman. Davlatga yetkazilgan davlatga zararni o'ndirib, joyiga qo'yishni so'rayman. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Ayni damda biz Surxondaryo viloyatining Olis Uzun tumanidagi Bobotog' massiviga tashrif buyurdik. Bu yerga kelishimizning boisi ayni yonimda turgan inson, ya'ni Hamza aka bo'ladilar. Hamza aka bizga murojaat qilib, Uzun tumanidagi Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligi bilan bog'liq milliardlagan aniqlangan kamomatlar hozirgi kunga qadar demak ochiq holatda turganligi, ushbu holatlar bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlardan yordam so'ramoqchiman. Iltimos murojaatimni ommaga chiqarishda yordamlashing deganlar uchun tashrif buyurdik. Hamza aka, assalomu alaykum. Marhamat, mana sizning iltimosingizga binoan Uzun tumanidagi Bobotog' massiviga tashrif buyurdik. Nima murojaatingiz bor? Qanaqa millatlagan summa haqida gap ketayotganligi yuzasidan ozgina bir kirish qism qilib tushuntirib bersangiz, marhamat. Men murojaatimni asosan maqsadim Bobotog' o'rmon xo'jaligida ko'p yillardan beri ishlayman, turli lavozimlarda. O'rmonchi ham bo'ldim, bo'lim boshlig'i ham. Ish jarayon davrida 2025-yil bizga xo'jalikka rahbar bo'lib Qurbon Choriyev degan yigit keldi. Hozirgi vaqtda ham bu kishi ishlab turibdi. Xo'p, bu yerda xato kamchiliklar bo'yicha men yozganman. Yuqori tashkilotlarga bir necha marotaba yozganman. Xato kamchiliklar bo'yicha. Avvalda aytib o'tdingizki, Uzun tumanidagi Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligida Prezidentimizning 2024-yil 27-martdagi 140-sonli qaror bo'yicha tabiatni qayta tiklash bo'yicha qanaqadir ishlar amalga oshirilyapti, lekin ushbu hozirgi o'rmon xo'jaligida mazkur holat bo'yicha hech qanaqa demak taqiqlar, vaqtincha choralar amalga oshirilmayapti. Bemalol kimlardir qo'yini boqib yuribdi degan fikrlarni aytingiz. Shunga oydinlik kiritib keting. Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligi foyza o'rmon bo'limi 1-aylanma 2-kvartal mana Bismil massivida. Bu nima ahvol bu? Mana bu yerga otlar qanatib qo'yibsiz ela. Mana bu yerda 2 ta ot bor, mana 3 ta ot. Mana bu qoramollar. Mana. Lisakultrani payxon qilib mana. Mana ikkinchi masala mana. Bir kunda bo'layotgan voqea. Qani bu yerda o'rmoni? Qo'ygan o'rmoningiz. Mana 2025-yilda mana o'z qo'limiz bilan ekkan lisakultrani payxon qildirib mana. Mollar mana. Qani buni bo'lim boshliq, qani buni o'rmon ustozi. Qani o'rmon qarovuli. Mana mutasaddi rahbarlar 2026-yil 19-mart kuni
2025-yilda 140 loyihasi bo'yicha Bog'otog' davlat o'rmon xo'jaligi Fayza o'rmon bo'limi birinchi e'lon birinchi Hirtal Abdullahat aka davlat Bahram bo'lim bosh muavini Jonqobilov Abdusalomlar mana 140 loyiha. Mana beton quyilib nima qilingan. Birinchi aylanma Sho'rdara massivining bu beti mana 19-mart kuni chorva mollarini qo'yib mana 1,5 mingga yaqin molni qo'yib aslida buning girdini setka bilan ajratish kerak, berkitish kerak. Mana shu mana qanday bir yerda tabiiy tiklanish ko'garishi mumkin. Muhtaram prezidentimiz, muhtaram mana shu narsaga javobgar bo'lgan ekologiya vaziri. Mana ko'ringizlar. Bog'otog' davlat o'rmon xo'jaligida qanday noqonuniy xatti-harakatlar bo'lyapti. Bog'otog' o'rmon xo'jaligi Fayzabog' o'rmon bo'limida biz hozir turibmiz. Noqonuniy chorva mollari, hujjatsiz chorva mollarini qo'yib qo'ygan. Bunga isbot mana bir surib qo'y, mana soyning boshida hujjatsiz shunday yotibdi. Bironta hujjatdan asar yo'q. Bu yer asosan 140 ga ajratilgan yer maydoni. Endi unga oydinlik kiritadigan bo'lsak, 140 bo'yicha bu yerda pista ekish, o'rmonlarni ko'paytirish, undan tashqari mana o o'rmonda tabiiy tiklanish degan bo'ladi. O'zining mana ajratilgan joyi bor. O'rga masalan buna unday belgilar qo'yilgan, to'mpalar qoqilgan. Mana shu to'mpalar qoqilgan joylarga 140 ga ajratilgan joylarga bu bo'lim boshliqlari, direktorlar tomonidan nima deydi, yaxshi qarov natijasi bo'lmaganligi uchun chorvamonlar bilan o'zlari kelishilgan holda qo'yib yuborgan. Bir necha atarlab bo'limlarga. Siz aytmoqchisizki, muhofaza hududga olingan Bog'otog' davlat o'rmon xo'jaligidagi hududlarga qo'ylar, mollar boqtirilyapti demoqchisiz. Hujjatsiz, ular o'zi option hujjat yo'q, ruxsatnomasiz. Yana suhbatimiz davomida shuni aytib o'tdingizki, kavrak masalasi bo'yicha juda ham katta kamomatlar aniqlangan. Shaxsan murojaatimda ham bu holat bo'yicha aytganman dedingiz. Shu bo'yicha ham qanaqa o'zi kavrak bo'yicha nima zarar aniqlangan va miqdori qanaqa? Endi 2025-yil Qurbonchalik bir xo'jalikqa rahbar bo'lib kelgandan bizga endi masalan prezidentimiz tomonidan bu kavrak o'simligiga 3 yil o'zi taq qo'yilgandi. Lekin bu taqlarga qaramasdan 2025-yil Bog'otog' o'rmon xo'jaligi qarashli Pistazor, Hazrat Bobo, Duxona, Oqsuv bo'limlarida bu kavrakni harakatlantirib, bular o'zaro kelishib, endi qanday kelishganligini onun to'g'risini ayta olmayman. Bu yerda bular ruxsat berib yubordi. Bu yerda harakatlantirib bular qancha jarima qildi keyin. Bular kimlar tomonidan qilinganligi to'g'risida jarima qilib keldi. Masalan, oddiy misol bo'lim boshliqlari bu yerga bildirgan bilan keldi bu kattaning oldiga. Kattaning oldida bildirgan bilan kelgandan keyin bu yerda xo'jalikning qo'riqlash injeneri bor. Undan tashqari inspektori degani bor, shug'ullanadi shu bunday davlat tomonlari bilan, undan tashqari bular harakat keltirish bilan shularga masalan oddiy misol birovga mana bildirgan bilan kiryapti. Xo'p, O'tanazarov Abdullahat degan qarovul tomonidan kelib bildirgani olib kelyaptidan keyin bu bildirgani Qurbonchoriyev xo'jalikning bosh o'rmonchisi Aymatov degan yigitga va Ernazarov degan yigitga buni yuklayapti. Borasan bildirga asosan borib ko'rib, buni bir qonuniy chora ko'rib kelasan deb jo'natyapti. Bular boryapti dag'in. Bu yerdan bu aniqlangan, bu haqiqatdan o'rga borsa kavrak o'simligini kesib, shirasini olib bular harakat keltirgan. O'rga borib, xo'p, 3-4 ta joyda aniqlab 9 milliardga yaqin jarima bular chiqarib kelyapti zararda. Lekin zararni bular aniqlab xo'jalikning rahbariga kirgizib beryapti. Katta masalan, shunday shu yerda shuncha kavrak kesilib ketdi. Mana shuning jarimasi shunday bo'ladi deb xo'jalik rahbariga olib kiryapti. Xo'jalik rahbari ham buni kirimga olyapti.
kirimga olib, lekinde hozirgi kungacha buni harakat keltirmasdan ushlab turibdi. Hamza aka shu o'rinda savol tug'iladi. Haqiqatda o'sha Bobotog' massividagi, ya'ni Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligidagi umumiy zarar 9 milliardmi yoki faqat Kavrak yo'nalishi bo'yicha aytilayotgan summa zarar miqdori shunchami? Kavrak yo'nalishi bo'yicha bo'lyapti. Bitta Kavrak yo'nalishi bo'yicha. Kavrak yo'nalishi bo'yicha. Demak, yana suhbatimiz davomida aytib o'tdingizki, hozir yana shu mavzuni ko'taryapsiz. Kirimga olindi, rahbarlar topshiriq berdi, jarima miqdori aniqlandi, ya'ni yetkazilgan zarar, lekin chora ko'rilmadi. Chora ko'rilmasa hozirgi kungacha ushlanib turibdi. Bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yo'naltirilganmidi? Kirimga olingandan so'ng? Yo'q, yo'naltirilmagan, bular endi o'zi ushlab qolyapti. Yuqoriga bu yo'naltirganda edi-ku, huquqni muhofaza qiluvchi organlari bular o'zi nima qilib harakat keltirardi, birinchi deb javob muhofaza beradi. qiluvchi organlari mutlaq xabarsiz bo'lgan. Menimcha xabarli bo'lganda edi bundan o'qilardi. Hamza harakat aka shu keltiradi. o'rinda shu intervyu avvalida aytib o'tdingizki, bu yerda davlat dasturlari, ya'ni belgilab bergan rejalar ham umuman o'lda-jo'lda bo'lib qolgan degan gaplarni aytdingiz. Bu bo'yicha nima fikrlarni bildirasiz? Endi bu rejalar bo'yicha xo'p, bu respublikada bizning ekologiya atrof muhofaza qilish qo'mitasi vazirligi bor. Bizning o'rmon xo'jalik agentligimiz bor. Agentlikning boshlig'i bu Muhiddinov tomonidan bu yerga tekshiruv yo'natildi. Audit tekshiruvi. Audit tekshiruvida natijasida masalan qishloq xo'jaligi ekinlari, chorva, xo'p, undan tashqari ko'chatchilik, shunga o'xshash bir necha yoki reja, parandachilik, chorvachilik hammasi reja bo'yicha birorta bajarilgan rejaning o'zi yo'q. Mana audit tekshiruv xulosasi bor bu yerda. Men sizga buni taqdim qila olaman. Mana audit tekshiruv xulosasida masalan bu yerda 2 milliardga yaqin kamomat aniqlab ketdi. Audit tekshiruv vaqtida. Lekinde bugungi kunga kelgan bu hech qanday tekshirilmasdan, harakat kelmasdan yuqori tashkilot bilmayman endi bu qayerga o'tkazdi, men onun xabarim yo'q, lekin aslida hozirgi kungacha bu tekshiruv xulosasida biron yerga o'tkazmagan, huquqni muhofaza qilish organlariga buni o'tkazib berganda ediki, qayerdandir bir harakat kelardi bu. Hamza aka, muloqotimiz davomida pistachilik yo'nalishida ham ko'p yo'nalishda e'tibordan chetda qolgan degan fikrni aytib o'tdingiz. Pistachilik bo'yicha ozroq to'xtalsangiz. Pistachilik bo'yicha bizdan asosan pistachilik bo'yicha 2025-yil bu yuqorida masalan pista bo'ldi. Bizning 25-yil, 26-yil pista bo'ldi. Bizning buni pistani terish, bizning o'zimiz birdan terib ketolmaymiz. Xo'jalikning rahbarlari, bo'lim boshliqlari, a'zolari buni o'z boshimcha borib ruxsat berib yubormaydi. Qachonki agentlikdan yuqoridan respublikadan kelib, hosilni aniqlab, masalan 1 gektar yerda oladi, 10 gektar yerda oladi, shu yerda nechta tup pista bor, bir tup pistadan qancha hosil bera oladi, uni hammasini aniqlab, keyin oxiriga borib kilogramm tonna aniqlanishi kerak. Bu 2025-yil yuqoridan kelib bu pistani aniqlagan. Aniqlab 11 tonna pista kirgizgandi. 11 tonna pistani bular Qurbon Choriyev kelishi bilan buni o'zi bozorda 1 kilogramm pistamiz hozirgi vaqtda 120 so'm. Xom pista. Lekin bular 11 tonna pistani 50 mingdan qilib hujjatlashtirib, qolganini nima qilsa qilib buni yo'qib ketdi. Mana misol, oddiy misol, mana chorvadagi kamomat bo'yicha 2020 buni o'qib beray sizga. 2025-yil 20-fevral kuni Uzun tuman majburiy ijro byurosi ijrochilar tomonidan xuddi elektr tarmoqlari korxonasi foydasiga jami 156 million 103 ming 402 so'm qarzdorlik undirish haqidagi 2023-yil 2-noyabrda qo'zg'atilgan sonli ijro ishi bo'yicha xo'jalik balansidagi 2023-yilda tug'ilgan 7 bosh urg'och qo'y. Undan tashqari 24-yilda tug'ilgan 35 bosh urg'och qo'y, jami 42 bosh urg'och qo'ylarni xatlab olib ketganligi uchun chiqim bo'lgan. Ushbu 42 bosh
qo'yni majburiy ijro byurosi tomonidan olib ketganlarning aytilayotgan qo'ylar necha bahoda xatlangani to'g'risida hujjatlar mavjud emas. Buni masalan qo'yning necha pulligi biron joyda hujjatlashtirilmagan. Necha so'mdan turadi? Bu ma'lumot kim beryapti? Menga buni men yozuvim bo'yicha agentlikka yozgandim. Agentlik bo'yicha yozgandim. Kim tekshirgan buni? Buni Respublika audit bo'limi boshlig'i tekshiryapti. Aha. Respublika agentlikning audit bo'limi boshlig'i, ichki audit bo'limi boshlig'i Xo'jayev degan yigit, undan tashqari Xo'p, Mahmudov degan yigitlar menga buni xulosani berib ketyapti. Aka, sening yozuving bo'yicha biz shunday bo'ldi, kamchiliklari. Lekin-da mana o 42 bosh qo'yning qo'ylar necha bahoda xatlangani to'g'risida hujjatlar mavjud emas. Bosh hisobga va boshqa mas'ullar xabardor ham emas. Nahotki bu 42 bosh qo'y olib chiqib ketiladi-yu? Olib ketilgan-u, lekin buxgalteriya bundan bexabar. Nechta so'mni olib ketdi, nechta qo'y ketdini ham bilmaydi. Lekin bu tekshiruv natijasida bu aniqlanyapti. Audit tekshiruv natijasida bu aniqlanyapti. Hamza aka, shu o'rinda bir voqelikka oydinlik kiritaylik. Hozirga aytayotgan har bir holatga deylik huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur videodan so'ng ish guruh tayinlab siz bilan birgalikda o'rganamiz deysa, har bir holatga faktingiz bormi? Zero qo'lingizda ish guruh tomonidan o'rganilgan faktiya qog'oz bilan ushlab turibsiz, lekin o'zingiz ham birgalikda qo'shilib borib ko'rsatib bera olasizmi? Beraman, ko'rsatib beraman. Har bir tekshiruv xulosasi mening qo'limda. Sababi hozir sizning aytishingiz bo'yicha Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligida hozir ikkalamizning suhbatimizda уже demak qariyb 13 milliard so'mga yaqin kamroq davlatga yetkazilgan zarar miqdorini ta'minlash mumkin. Bundan agar chuqurroq tekshiruv tahlillar o'tkazilsa yoki ko'proq ham chiqishi mumkin. Bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ko'proq ham chiqishi mumkin. Hamza aka, demak mazkur holatlar bo'yicha bizni kuzatib turgan huquqni muhofaza qiluvchi organlardan, tegishli mas'ul idoralardan nimani so'raysiz? Men yuqori huquqni muhofaza qilish organlaridan shuni so'raymanki, shuni to'liq tekshirib, aniqlik kirgizib, kimlar tomonidan bu sodir etilgan bo'lsa, shunga nisbatan huquqiy chora ko'rishini so'rayman. Davlatga yetkazilgan davlatga zararni o'ndirib, joyiga qo'yishni so'rayman. Hamza aka, shu o'rinda tomoshabinlarimizda tabiiy savol tug'iladi. Sizga nima otaxon davlatga shuncha milliard zarar yetkazganini nega aynan siz aytyapsiz degan fikrga nima deb javob berasiz? Endi men buni yuqoriga ko'tarib chiqishimdan maqsad, men uzoq yillar Bobotog' o'rmon xo'jaligida ishladim. Biz ham kelgusida masalan bir yilning ichida qancha kamomat aniqlanib, kimlar urib ketishini mening vijdonim chidamayapti. Shuning uchun men endi ishlaganman, doimiy bu yerda non-qatini yeganman o'rmonning. Uni kelgusi mayli bizniki o'tdi endi. Nima bo'lsa bo'layapti. Kelgusida ona tabiatimizni yoshlarga ham yetkazib berishimiz kerak deb bundan bo'layotgan mahsulot. Demak, Hamza aka chin vatan fidoyisi sifatida, vatanparvar bir tabiatni, atrofni himoya qiluvchi himoyachi sifatida fidoyilik qilmoqdasiz. Shuni ko'tarib chiqqanman. Hamza aka, rahmat. Mazkur holatlarga oydinlik kiritganingiz uchun. Endi albatta biz sud huquq tizimi emasmiz, organ yoki biron bir vakil emas, davlat organi vakili emasmiz. Xulosa qilmaymiz. Xulosani albatta huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sud organlari demak o'zlari baho berishadi. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan demak Surxondaryo viloyati Uzun tumani Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha qilingan murojaat yuzasidan Bobotog' massividan maxsus Hamza aka bilan suhbatlashdik. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqlari hali oldinda.